Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar, bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba qo'y bozoriga yetib keldik. Bugungi chislamiz 15-aprel hafta kuniga Chorshanba, yilimiz 2026-yil. Do'stlar, bugun qo'zi narxlarini ko'rsatib boraveramiz, qo'zichoqlarda. Katta, mayda, kichik. Chiroqchi mol bozor kanali. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar, layklarni bosib yuringizlar, dumbullatib. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz do'stlar. Ketdik, videolarimizni boshlaymiz. Aka, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz bular? 4700. Mana 4700. Aka, buni yosh oyliklari necha oylik? 5 oylik, ha? 5 oylik, 4 oylik, 6 oylik da bular, mana ko'ringizlar do'stlar. Mana. Orqalardan ko'ringizlar. Chiroyli qo'chqarchalar mana. Aka, savdo bo'ldimi? Savdo aka 4200 Mana ichida kattalari ham bor ekan, ha buni? 4200 dan. 4200 ming so'mda savdo bo'ldi. Mana do'stlar. Kelaverasizlar mana Chiroqchi qo'y bozoriga. Mana. Diqqanobatdikimi bu qo'chqarlar? Diqqanobat qo'chqarchalari mana. Ko'raverasizlar mana do'stlar. Mana. Nomer qo'yasizmi? 97lik. Ha? 3'te 2 11 97. Telefon qilaverasiz do'stlar, mana qiziq bo'lsa. Bizni ko'p topib beraveradi buyoqlar. Mana maydaroqlarni ham ko'rsatib beraylik. Mana. Maydalarni nech pul deyapsiz? 3,5 million so'mdan so'rayapti. Savdo nech pul bo'ldi? 200 ming so'mdan savdo bo'ldi. Mana do'stlar. Ko'raverasiz. Ha? Qadardem olib. Hali olamizlar. Qadar olamiz. Mana sotib olasizmi? Shunday. Xo'p. Mana. Mehmon akalarimiz kelibdi mana. Qo'zi olgani mana qo'chqarchalardan. Va kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Chiroqchi mol bozor kanali. Chiroqchi mol bozor kanali qachon chiqadi bu? Bugun chiqaramiz. Qanday ekanman? Qarang, tomosha qiling. Chiroqchi mol bozor kanali chiqib keladi YouTube'dan. Sardor Botirov chiqib keladi. Mayli do'stlar, keyingi o'taveramiz. Mana qo'zichalar. Turnada terilib turibdi bular. Mana. Do'stlar, ko'ringizlar mana. Bir tekisdagi qo'zichoqlar mana, ko'ringizlar do'stlar. Kashtan suyutchalar. Nech pul deyapsizlar buni, aka? Nech pul deyapsiz? 4,5 million so'mdan kami bor. Savdo bo'ldimi, aka? Nech puldan? 3 million 900 ming so'mdan bir joyda savdo bo'ldi. Nechta bor aka bu yerda? Ha? Nechta bor? 50 ta qo'chqarchalar mana. Ko'ringizlar do'stlar. Aka. Qanday? 50 ta mana. Ko'ringizlar qan do'stlar mana. Hammasi bir tekisda turnada terilib turibdi mana do'stlar. Ko'ringizlar. Kelaverasiz mana Chiroqchi Chorshanba qo'y bozoridan. Ketdik, kengilab o'tiramiz. Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz bular? Narxi nech pul ekan qo'zichoqlar? Qo'zichoqlar 4,5 dan baho aytyapmiz aka. 4,5 million so'mdan baho qo'yyapti. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti aka, 38 dan so'rayapti qoralari bilan. Mana 3 million 800 ming so'mdan savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti. Berilyapti. Mana ozroq qo'shsalaringiz beriladi do'stlar, mana ko'ringizlar ham. Mana chiroyli mana. Ichida arashanlari ham bor, mana xusorisi ham bor. Mana ko'ringizlar do'stlar. Mana shu yomoncha ko'rsataylik. Mana. Taxminan bo'ylari 60 sm borda balandliklari mana do'stlar. Ko'ringizlar ham. Chiroyli qo'zichoqlar. Olasiz boqib va taylaverasiz bular do'stlar, mana ko'ringizlar. Kelus foydasi bilan ketaveradi. Mayli. Nomer qo'yasizmi? Nomer qo'yib qo'yasizmi? Nomer 90lik. Ayting. 027 Ayting. 1161. Mana do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar. Men bu yoqlar taniyman. Sog'lom qo'chqarchalardan chiqaraveradi mana. Mayli, sog' bo'lingizlar. Keyingi o'taveramiz. Xo'sh. Bular savdosi bo'lyapti? Ha? Nech puldan so'rayapsiz? Oldilaringizmi? Nech puldan oldilaringiz?
3 milyon 200 dan. 3 million 200 dan olinibdi mana. Mana ko'ringizlar qani do'stlar, 3 million 200 ming so'mdan olinibdi mana. Qo'zichoqlar. Ko'ring. Mana riyani olinguncha qaysi ikkalasini oldingiz? 4 talasini, ha? Mana 4 talasini olibdi. Mana ko'ringizlar do'stlar. Bahasi necha pul o'zi aka? 3,5 million so'mdan mana. Ko'ringizlar qani do'stlar? 3,5 milliondan baho qo'yibdi. Riyanni olinguncha nima 3 million 200 dan olibdi mana 4 talasi. Urg'ochimi? Urg'ochi ekan do'stlar. Mana. Qo'chqorchalari mana qolgani. Ko'rasizlar. Xo'sh do'stlar. Keyingisiga o'tamiz mayli. Mayli sog' bo'linglar aka. Xo'sh. Pastlardan ko'rsatib boraylik-da. Dehqonlardan. Mana riyanni olinguncha egiz bu? Mana egiz bolasi bor ekan. Necha pul oldilaringiz? Yizikim 8 million. 8 million so'm olibdi mana. Riyanni olingan joydan. Mana. Qo'chqorcha bolasi? Qo'chqorcha ikki bolasi. Bular zo'rabsizlar. Yaxshi. Buni hozir o'zini addinni olsa ham 2 million 2,5 million oladi-da. $2. Mana Davron akamiz olib. Bular riyanni olingan joydan do'stlar mana. Mana sog' bo'linglar. Mana. Ketdik keyingi o'tamiz. Xo'sh do'stlar mana videomizni boshlab oldik. So'raveramiz mana. Dehqonlardan ham ko'rsataylik mana dehqonlardan ham. Mana ko'ringizlar qani do'stlar. Zo'r bo'lsa-ku charchamayapsizmi? Necha pul deyapsizlar bular? 3,5 million dan 3,5 million so'mdan deyapti. Bozor savdo bo'ldimi? Mana 3 million 31 so'rabdi-da. Mana ko'ringizlar qani do'stlar. Mana riyani savdo bo'layotgan joyidan. Aka qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Ketdik savdamiz bular savdo qilyapti. Va bular olindimi? Olindimi aka bu? Necha pul oldilarsiz? 6 million 600 olindi aka. Agar oluvchilar bo'lsa 200 ga yaqin qo'zi bor. 200 ga yaqin. Mana 70% qo'chqor egiladi. Siz oluvchimi, sotuvchimi? Sotuvchi qo'y diqqatchiligim. Ha, diqqatchilikmi? Sot. 6 million 600 ming sotilibdi mana. Xo'sh. Ko'rsataveraylik qani, do'stlar. Diqqatlardan ko'rsataveraylik orasidan. Sotilyapti bular? Sotiladi aka. Necha pul? 3,5 dan deyapmiz aka. 3,5? 3,5 million so'mdan savdo bo'lyapti. Necha pul? 11 million 600 gacha so'rayapti. 11 million? 600 gacha so'rayapti. Necha puldan tushadi u? Ikkona 5,5 ga 6 so'rayapti. Ikkita qo'shqorchasi 5,5 ga 6 mi? 5,5 ga 6 so'rayapti ekan mana. Dehqonlardan mana ko'ringizlar do'stlar. Mana. Necha pul deyapsiz buni, palvon? Zo'rmisiz? 3,5 million ma kattalari, ha? 3,5 million kattalari. Bu 3 million ha, kichkinalari. Necha puldan bo'ladi ana shular, kichkinalari? Bozor 2,5 dan so'rashyapti. 26. 2dan berasizmi? O'zim olsam. O'zim olsam 2dan berasizmi? Yo'qmi? 2 milliondan yo'q ekan mana. Mana bulari. Mana do'stlar ko'ringizlar. Bu necha pul qildi bu kattasi ikkalasini? 31. 31 yaxshi narx qilib beraversangiz bo'lmaydimi? Bering, 31 ga yaxshi narx bo'ldi. Oluvchini ham hisoblangda siz. Oluvchi ham baraka tovush kerak-ku. Oluvchi ham baraka tovush kerak. Mana do'stlar ko'ringizlar qani, qimmatmi, arzonmi kommentariyada yozingizlar. Mana keyingisiga o'tamiz do'stlar. Mana. Palvon necha pul debsan buni? Ha? 3 million 300. 3 million 300 ming so'rayapti ekan mana. 3 million 300. Palvon, nechidan bo'ladi barak anosi? 2,5 dan bo'ladimi? Ha? Yo'qmi 2,5 dan? 2,5 dan yo'q. Ber 2,5 dan. O'zim olaman. Yo'qmi? 2,5 dan. Qo'chqorchami bular? Mana yana qo'chqorcha ekan mana. Sizlar ko'ringizlar qani? Qo'chqorchalar.
Ber 2,5 dan. Yo'qmi? 2,5 dan bermayapti. Do'stlar, mana ko'raverasizlar. Chiroqchi qo'y bozoridan olinyapti videolar. Bu necha pul aytgan aka bular? Mayli, sog' bo'l do'stim. Sotildi. Riyanni mana sotilgan joyga kelib qolibmiz-da. Mana sotilgan joyga kelib qoldik. Necha puldan sotildi? Sir bo'lmasa. 2200 dan. 2200 dan. Mana bor ekan-ku aka, 2200 mingdan mana. Mana hayot baraqa. Bor ekan-ku mana arzon sotsang bo'lar ekan-ku mana. Va narxi Mana zo'r. O'zilar zo'r mana narxi tushib qoldi. 2200 ming so'mdan ketdi mana. Mana ko'ringiz aka? Qo'chqor. Qo'chqorchalar ha? Mana. Bir joyga sotildi mana. 2200 ming so'mdan do'stlar. Mana. Sotsa bo'lar ekan-ku arzonroq qilib. Ha? Zo'r Tushgan bozor tushgan. do'stlar, mana shu joyga bitta like-ni bosib qo'yingizlar. Like-lar bosib qo'yaveringizlar. Obuna bo'lib qo'yingizlar kanalimizga. Mana do'stlar. Mana. Nima kanal aka? Chiroqchi mol bozor kanali. Do'stlar, videomizni share qayerda? Mayli, ko'rsatib beramiz. Mayli, sog' bo'lingizlar. Chiroqchi mol bozor kanali. Ko'raverasizlar aka. Obuna bo'lib qo'yingizlar kanalga, ko'raverasizlar. Chiroqchi mol bozor kanali. Qayer ketdi boyaq aka? Ana. Juda uzoq ekanda ya. Mana do'stlar, ko'ringizlar qani. Nech puldan deyapsizlar aka bular? Qalon aka, nech pul? Narxi nech pul narxi? 3 dan 3 million so'mdan bo'lsa sotilagan mana. Irg'achimi bular? Irg'achimi? Erkakmi? Mana 3 million 300 ming so'mdan sotilagan mana. Katta qo'zichoqlar bo'lib qolgan mana. Ko'ringizlar qani do'stlar? Mana. Mana orqalarini ko'rsataylik. 1 minut. Hozir aka, 1 minut. Mana do'stlar. Mana. Taxminan bo'ylari ham 55-60 borda balandliklari. Aka 3 dan beravering, 3 dan. Bering 3 dan. Mana kanalimizda ko'rib turib olsin odamlar. Yo'qmi? 32 dan. 33 dan bo'ladimi? 3 million 300 mingdan berilar ekan do'stlar. Narxlar arzon bo'lib qopti. O'tgan haftaga qaraganda tashlabdi narxlar. Tushda bo'lar ha, narx tushda. Mana do'stlar, narxi tashlagan. 200 ming 300 ming so'm arzon bo'lgan do'stlar. Mana. Qanday kanal? Chiroqchi mol bozor kanali. Qani polvon? Mana. Diqqonlardan ham olyapmiz-da do'stlar. Bo'ldi. Qaysi ayting? Mana aka mana qo'zilar. Aha, bu 1 minut. Nech pul deyapsiz? Bular 3 dan bahosi. Aha, arzonroq ayting-da. Arzonroq bo'lsa halqa bo'lsin aka. Shunday bo'lsin. 27 dan. 27 dan ha? Ha, Dastlabkasi bormi? Dastlabkasi ham chiqaramiz. Nechta? 6 tami, 10 tami? 6 ta. 6 ta Bitta qo'chqorchalar. dimlisi bor, 2 narxi. Aha. Uni ham kelishtirib beramiz. Mayli, dimlisini qo'ying, bu yog'ini ko'ring qilaylik. 3 ta narxi. Mana 2 million 700 ming so'mda berar ekan do'stlar, mana. Nomerni ayting. Nomer yozing. Ayting. 88 88 632 632 87 97. 87 97. Ishlaydigan nomermi? Ha, 100% aka. Qarang lekin, ahmoq qilmang lekin. Ya aka, 100%. Bo'ldi mana. Izi bormi? Bor aka, qancha desan? Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar do'stlar, mana qiziq bo'lsa. Mana 27 dan beraman dedi. Mana do'stlar. Sog' bo'lingizlar. Xo'sh, do'stlar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'lingizlar.